unutmang. Tirikchilik orqali yokida qoldirilgan karta raqamlari yordamida o'z himmatingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Biz esa boshladik. Qurilish binosida erkak hamkasbi Bahromdan kukun berishini so'raydi. Uni xonasiga olib kirgan Bahrom kukunchadan tayyorlarkan, ignasi yo'qligini ko'rib tutoqib ketadi va rakvinadagi loyqa suv ichidan bitta igna topadi. So'ngra birinchi dozani o'zi olib ignaga o'tiradi. Sherigi ham ko'pga bormaydi. Ertalab uyg'ongan erkak Bahrom burchakda dodlab o'tirganligini ko'radi. U qayrilarkan ko'zlari qizargan holda sherigini g'ajib tashlaydi. U esa ko'chaga qochib chiqib virusni tarqatib yuboradi. Ayni damda Aziz o'g'li Bahodirni bobo buvisiga ta'tilga jo'natmoqda. Sal turib uni do'sti Diyor kechki ovqatga taklif qiladi. Shaharda avariyaga uchragan erkakni shifoxonaga olib kelishadi. U esa jonini saqlashga urinayotgan hamshirani yuziga tupuradi. Guvohlar bu erkakni boshqa erkak tishlab olganligini aytishadi. Bu voqeadan so'ng boyagi hamshira tinmasdan yo'talib samolyotga o'tiradi. Ayni damda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xodimi doktor Go'zal virusli videoni tomosha qilardi. Unda aqldan ozgan odamni kravatga bog'lab qo'yganliklari tasvirlangan edi. So'ngra Venesuela shifoxonasidan jo'natilgan hisobotlarni muhokama qilish uchun yig'ilishga chaqirishadi. Unga qaraganda bemorlarda noma'lum simptomlar aniqlangan edi. Biroq afsuski jonli efir o'chib qoladi. Boshliq bu holatga 4-darajani berib, o'ta xavfli virusga tayyorgarlik ko'rish kerakligini ta'kidlaydi. Aziz esa do'konlar ship-shiydon bo'lganligini ko'rarkan, do'kon egasi o'g'rini quvib chiqqach, tez yordam avariyaga uchraganligini ko'radi. Undan chiqqan erkak duch kelganga tashlanib g'ajishni boshlarkan, zombi virusi avj olganligi tasdiq topadi. To's-to'polon boshlangach, Aziz mashinasiga o'tirib surmoqchi bo'larkan, zombining nishoniga aylanadi, biroq qochishni uddalaydi. U o'g'liga qo'ng'iroq qilib tusha olmaydi. Uyiga yaqin hushidan ketgan ayolni ko'tarib chiqayotgan Diyorga duch keladi. U kimdir uni tishlab olgach, mazasi qochganligini aytadi. Aziz uni uyiga olib kirib yordam berishga urinarkan, ayol borgan sari quturishni boshlardi. Biroz o'tib u Venesueladagi virus haqidagi ma'lumotni izlaydi. Yangiliklarda yangi virus mamlakat bo'ylab tarqalganligi va holat izga tushmaguncha uydan chiqmaslik e'lon qilingandi. Shu payt Diyor yana xotinini ko'tarib keladi. Ortidan qo'shnilar ham yetib kelishadi. Uni ko'zdan kechirisharkan, so'yloq shu qaynoq ko'zlarga guvoh bo'lishadi. Kutilmaganda o'ziga kelgan ayol unga tashlanishga urinadi. U qo'shnini tishlab olarkan, Aziz va Diyorlar zombini ushlashga urinishadi va ayol stolga boshi bilan urilib hushidan ketadi. So'ngra uning yaralarini bog'lasharkan, radio orqali uydan chiqmaslik xabarini eshitishadi. E'londa yana qaltirash, kuchli yo'tal va olajala qarashli simptomi borlardan uzoqroq yurishni va ularga duch kelinsa quloqlik qilib militsiyaga xabar berishni so'rashadi. Biroz turib Azizga yaqinda shahardan evakuatsiya qilingan laboratoriya ishchisi bo'lgan do'sti Umid qo'ng'iroq qiladi. Unga manzilni bergan do'sti istalgan yordamga muhtoj ekanliklarini aytadi. U yana shaharda karantin e'lon qilinganligini va askarlarga quturganlarni o'ldirish buyurilganligini aytadi. Aziz qolganlarga holat haqida ma'lum qilarkan, chiroq o'chib qoladi va harbiylar samolyotlari parvozi eshitiladi. Ular esa Diyorning xotiniga yordam izlab ketishadi. Ayni damda Azizning qaynotasi Davron qo'shnisidan xabar olgani keladi. Biroq uydan hech kimni topmagach, orqa hovliga chiqadi va qo'shnisini o'lik holda topadi. U zombiga aylanmaslik uchun o'zini yo'q qilgan edi. Uyga qaytgan Davron ayolga ko'rgan narsalarni so'zlarkan, Bahodirning eshitib turganligini payqamaydi. Shu damda ularda ham chiroq o'chadi. Ayni damda Azizning guruhini askarlar to'xtatib qolishadi va bu hududga hech kim kirmasligini aytishadi. O'q ovozini eshitgan zombilar o'sha tomonga yo'l olishadi. Aziz doktor ekanligini aytgach, qolganlarga ham mashinadan tushishni buyurishadi. Kutilmaganda Diyorning zombi xotini ham yo'qlamadan qolmay deb chiqadi va askarlar tarillatib o'q uzishadi. Natijada qo'shnilar ham o'lib ketishadi. Diyor shunday ham xotinim derkan, Aziz uni mashinaga o'tkazib u yerdan ketisharkan, zombilar askarlarni ayamay g'ajishni boshlashadi. Yo'l bo'yi Diyor mahriga gelik bergan tilla pomidorli xotiniga yordam berish uchun mashinani to'xtatadi va Azizning qarshiliklariga qaramasdan xotini oldiga jo'naydi. Biroq dunyoda boshqa tillalar ham borligini eslagan Diyor fikridan qaytib mashinaga o'tiradi. Ayni damda Go'zal laboratoriyaga keladi va Umid unga virusni tarqatishni boshlagan narkomanni ko'rsatadi. Tong otgach ikkovlon yo'ldagi tartibsizliklarga duch kelishadi. It egasini tanimasdi, hatto Matizdagi Yandex chakaxon ham to'polondan omon chiqmaydi. Zombilar esa tekin nonushtani kanda qilishmayotgan edi. Do'stlar yo'l bo'yi zombilardan qochayotgan Shahramga duch kelishadi va uni o'lim changalidan qutqarib qolishadi. Tun tushgach benzinlari tugaydi va piyoda yo'lni davom etishadi. Tong otgach kichik bir shaharchaga yetib kelishadi.
U yer ham qolganlari kabi alg'ov-dalg'ov holga kelgan edi. Kutilmaganda zombilar hujum qilib Aziz va diyorlarni yiqitisharkan, Shahram politsiyachi to'pponchasini olib ularni otib tashlaydi. Ovoz Atelda berkinib olgan oilaning e'tiborini tortadi. Zombilar ham shovqinga kelisharkan, qahramonlarimiz oyoqlarini qo'llariga olib qochishadi va Atel oldidan o'tisharkan, Shafiq eshikni ochib ularni ichkariga kirgizadi. Xotin esa zombilarni chalg'itadi. Shafiq ularga tonggacha dam olishni, tongda esa suv topgani chiqishlarini aytadi. Aziz yordam berishga rozi bo'ladi, biroq o'g'lini topishi kerakligini aytib, bu yerda qola olmasligini aytadi. Shovqindan uyg'ongan Aziz koridorni ko'zdan kechirgani chiqarkan, zombilar kirib olganligini ko'radi. Ular unga tashlanishlari bilan Aziz eshikni tambalaydi. Biroq ularga kuchi yetmaydi va qo'lga ilgan temir bilan mahluqlarni urib o'ldiradi va shu bilan eshikni tambalaydi. So'ngra qo'shni uy devorini buzib narigi xonaga o'tib oladi. Ammo ular ko'pchilik edi, shu sabab oyog'ini qo'liga olib qochishdan boshqa chorasi qolmaydi. Tomga chiqqach o'zini himoya qilarkan, birini urib mayib qiladi. Yana birini tomdan itaveradi. Uchinchi zombini esa Shafiqning qizi Munisa otib tashlaydi va qolganlarni izlash uchun pastga tushishadi. Orqa hovliga chiqishgach, Shafiq va ayolini omborxonadan topishadi. Shafiq Shahram zombilardan qochib narigi binoda berkinganligini aytgach, birgalikda uni qutqargani jo'nashadi va yo'l bo'yi zambaqlar taqibiga uchrashadi. Biroq vaqtida ichkariga kirib olishadi. Shahram oyog'ini sindirib olgan. Aziz unga yordam berarkan, Shafiq yana bir bolakayni o'zi bilan olib ketarkan, zombi hujumiga uchrashadi va ortga qaytishadi. Biroq zombi taslim bo'lmasdan eshikni buzib kirib, ikkovini ham qo'shmozor qiladi. Shafiqning ayoli unga yordam berish uchun yuguradi, biroq o'zi ham zambaqqa yem bo'ladi. Munis ham chekkada qolmaydi, uning ham fanati topiladi. U siniq derazadan ichkariga kirib, orqa eshikdan qochib chiqib, to'siqlarni yana tambalab qo'yadi. Yigitlar qaytishgach, hammasi joyidaligini aytarkan, zombilardan biri uni tishlab oladi. Qiz sarosimada qocha xonalardan biriga berkinarkan, zombilar eshikni buzib uni gumdon qilishadi. Yigitlar esa tunni omborxonada o'tkazishadi. Tongda Shahramning yurishiga yordamlashib mashinaga yetib olishadi. Ayni damda Marjona yegulikka ketgan erini kutib turardi. U qaytgach, Marjona eshikni ochmoqchi bo'lganida, Davron bunday qilmasligini so'raydi, sababi uni zombi tishlab olgan edi. U qattiq yo'talib qaltirashni boshlaydi va Marjona erini tashlab qo'ya olmaydi. Qahramonlarimiz esa adashib qolishadi va qayerdaliklarni aniqlash uchun mashinadan tushishadi. Shu paytda mashinani ko'rib qolgan zombilar ularni o'rab olishadi. Diyor ularga qarshilik qilarkan, Shahram mashinani yoqishga urinadi. Ortga qaytgan Aziz esa g'ilay ko'zi bilan so'nggi o'qni yerga otadi. Zombilardan biri Shahramni tishlashga ulguradi. Tamom bo'lganliklarini tushungan do'stlar esa o'rmonga qochishadi. Ko'p o'tmasdan ochiq maydonga kelganlarida fonarlar yonib, kimdir zombilarni otib tashlaydi. Ular askarlar bazasiga yetib kelishgan ekan. Aziz Umidning do'sti ekanligini aytsa-da, kapitan ularni yechinishga majbur qiladi va shundan so'nggina bazaga kirgizishadi. Umid Azizni Go'zal bilan tanishtirarkan, uning izlanishlarida yordam berishi mumkinligini aytadi, biroq o'g'lini izlayotgan Aziz bu yerda ko'p qola olmasligini aytadi. Umid esa epidemiya markaziga yaqin joylashganliklarini va bazadan chiqish o'lim bilan teng ekanligini aytadi. Azizga virus hujayralarini ko'rsatgan Go'zal buning quturish mutatsiyasi ekanligini aytadi. Bemorni ko'zdan kechirgan Aziz uning zombiga aylanishdan oldin nimadir iste'mol qilganligini payqaydi. U bu odamda quturishga moyillik oldindan bo'lganligini va u qabul qilgan narsa bunga turtki bo'lganligini taxmin qiladi. Guruh bu taxminni tekshirarkan, Aziz barcha zambaqlar katta odamlar ekanligini va birorta ham yosh bolani ko'rmaganligini sezadi. Kutilmaganda bazaga zombilar to'dasi bostirib keladi. Askarlar qancha zombi o'ldirishmasini ko'zi qorinday ko'payib kelishardi. Askarlar qo'rqqanlardan kapitanni yolg'iz qoldirib ketishadi. Diyor qurol berishlarini so'rarkan, kapitan bunga qarshi chiqadi. Askarlar odamlarni baza bo'ylab olib chiqib ketishadi. Tongga yaqin yo'lga chiqib olishadi. Askarlardan biri zombini ko'rib uni o'ldiradi, biroq o'zi ham tishlab oladi. U birovga zarar yetkazmaslik uchun narsalarni tashlab ketib qoladi. Guruh nima qilishni muhokama qilisharkan, Aziz Go'zaldan tashkilotga qo'ng'iroq qilib, ulardan yordam so'rashini so'raydi. Biroq u chegaralar yopiqligi sabab hech kim kela olmasligini aytadi. Umid bu haqida bilganligini, uning oilasini qolganlar bilan lagerga joylaganliklarini va ular bu yerda yolg'iz qolganliklarini aytadi. U ziddi zahar tayyorlash uchun ilmiy institutga borishni istardi, biroq kapitan boshqa bir bazaga borishlari kerakligini aytadi. Bahs avjiga chiqqach, Diyor tishlangan askarning qurolini oladi. Eng avjida kapitan Umidning qo'lini sindiradi. Umid dorisiz himoya qiladigan odam qolmasligini aytarkan, kapitan institutga borishga rozi bo'ladi. Ammo Aziz o'g'lini izlashga qaror qiladi va to'pponchani olib yolg'iz yo'lga otlanadi.
Umid va guruhi yo'lga chiqqan mashina buzilib qolib, boshqasini izlashga majbur bo'lishadi. Ular zombilar taqibiga uchrashgach, to'xtamasdan yugurishadi va oxir-oqibat berkilgan ko'chada to'xtashadi. O'q ham qolmagandi. Shu sabab kapitan qolganlarga qochishni buyurib, o'zi zombilarni chalg'itgani qoladi. Zombilar unga yetib olib g'ajishni boshlaganlarida kapitan granatani ishga solib barchasini portlatadi. Institutga kelganlar esa ichkariga kirisha olmaydi. Yiqilgan Umid ham zombilarning tushligiga aylanadi. Yetib kelgan qorovul hech kimni kirgiza olmasligini aytarkan, Go'zal sog'liqni saqlash tashkilotidan ekanligini aytadi va qorovul so'nggi damda ularni ichkariga kirgizadi. Bir necha kundan so'ng Aziz nihoyat qaynotasining uyiga yetib keladi. U eshikni taqillatishi bilan zombiga aylangan Davron paydo bo'ladi. Buni ko'rib chidolmagan Aziz bechara qaynotasini paqillatib otadi. Ichkariga kirgach, qaynonasi ham o'lganligini ko'rib iztirob chekadi. So'ngra uyni ko'zdan kechirarkan, Berk eshikni buzib xonaga kirib o'g'lini topadi, biroq afsuski uni ham tishlashgandi. U hammasi yaxshi bo'lishini aytib, qaynotasining mashinasida yo'lga otlanadi. Tunda shahardan chiqib ketayotganlarida qandaydir ayol ularni to'xtatib yordam so'raydi, biroq to'xtashlari bilan yerda yotganlar ham o'rnlaridan turishadi va Aziz tuzoqqa tushganligini tushunadi. Ayol Bahodirning tishlanganligini ko'rib uni otmoqchi bo'ladi, biroq o'q Azizga tekkach u yerga yiqiladi. Bahodirni esa ikkita ayol qo'lga oladi. U hushidan ketishidan oldin kimdir uning ismini aytib chaqirayotganligini eshitadi. U bir necha kundan so'ng shifoxonada o'ziga keladi. Ma'lum bo'lishicha, olimlar virusning 10 yoshgacha bo'lgan bolalarga ta'sir qilmasligini aniqlashgan va dori tayyorlashda Bahodirning qonidan foydalanishgan. Hozirda dori mamlakatlar bo'ylab keng tarqatilayotgan edi. Odamlar sekin-asta odatiy hayotlariga qaytishayotgan edi. Biroq shunga qaramay virus qaytalanishidan qo'rqayotgan ayrim davlatlar migrantlar oqimini cheklashga qattiq bel bog'lashgandi. Tamom. Do'stlar